Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga tasbih aytgan toshchalar haqidagi hikoyani so'zlab beraman. Hazrati Abu Zar radhiyallohu anhu aytadi: Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelsam, yolg'iz o'zlari o'tirgan ekanlar. Men u zotga salom bergach, "Ey Abu Zar, nima uchun kelding?" deya so'radilar. Men "Sizni bir ko'rib ketay deb keldim" desam, "O'tir" dedilar. Men o'tirdim. U zot uzoq sukutda edilar. Men ham jim o'tiraverdim. Bir qancha vaqtdan so'ng Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu kirib keldilar. Hazrati Abu Bakrdan ham kelishi sababini so'raganlarida, "Sizni sog'inib keldim" deya javob berdi. Shundan so'ng ketma-ket Hazrati Umar va Usmon radhiyallohu anhuma kelishdi. Ularning ikkalalari ham "Sizni muhabbatingiz bizni yetaklab keldi" deya javob berishdi va ko'rsatilgan o'ringa o'tirdilar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llariga yerdan bir siqim mayda tosh bo'lakchalarini oldilar. So'ng hovuchlarini ochgan edilar. Toshlarning tasbih aytgan ovozi eshitildi. Toshlardagi tasbih ovozi ko'pligi arining g'o'ng'illashiga o'xshab ketardi. Tasbih aytayotgan toshchalarning tovushini barchamiz eshitdik. U zot changallardagi toshlarni yerga qo'yganlarida ular jim bo'lib qolishdi. Toshchalarni Abu Bakr radhiyallohu anhuning hovuchlariga qo'ygan edilar. Yana tasbih ayta boshladi. Ularni yerga qo'ysa, yana to'xtadi. Toshchalar Hazrati Umar va Usmon radhiyallohu anhumning qo'llarida ham tasbih aytdi. Lekin boshqa sahobalarda bunday bo'lmadi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu esa shu kuni majlisda yo'q edi. Biz Hazrati Abu Bakr, Umar va Usmon radhiyallohu anhumning darajasi bizdan ko'ra ulug'roq ekanini fahmladik. Imom Bayhaqiy Tabaroniy rivoyatlari.